Assalomu alaykum, Zamin Mebel hop kuzatuvchilari, obunachilari. Hop yana bitta ishimizni mana o'rnatib oldik, ustonovka jarayonidamiz. Xudo xolasa mana ishlarimiz o'rnadi. Egasini kutyapmiz endi. Hop. Bu ishimiz общий uzunligi 6 metr bo'ldi. Hop, krashinli fasonda bo'ldi. MDF dan. Hop, ranglariga kelsak, kashmir. Xudo xolasa chiroyli qilgan ustonovkalarni qilib olib kelib qo'yib berdik. Bir chekkadan obzor qilamiz. Hop, boshida xolodilnik, undan keyin mikrovolnovka, duxovka. Xudo xolasa, hop, bundan keyin shkaflarimiz. Hop, yerga kelganda mana moykamiz. Moykamiz ustida har doimgidek sushilkamiz bor. Undan keyin tortma qilib berganimizda gaz qo'yganmiz. Gazimiz endi kattasidan ekan, xudo xolasa chiroyligidan o'zi olib kelib qo'yadigan bo'ldi. Biz ishlarimizni уже bo'ldik. Inshaalloh. Mana bu tarafdan ham ko'rsatib o'tamiz. Joyi sal to'g'rilik uchun neudobniy bo'lyapti. To'g'risi. Zakazlar bo'lsa bemalol aloqaga chiqa olasizlar. Nomerlarimiz yozilgan. Instagram kanalimiz Zamin Mebel Group. Hammasi xudo xolasa dastlabkilar, ustonovkalar bepul. Olib qo'yib beramiz.